Assalomu alaykum. Barcha xayrli kun. Demak, sizlar bilan Ma'rif Donga ta'rif 3 formula topish S mashq yechimlarini ko'rib chiqamiz. 1 42 gramm uglerod va 3 gramm vodoroddan tashkil topgan birikmani brutto formulasi. Brutto formulasi degan mana bunda yig'ma formulasi nazarda tutiladi. Xo'p, demak bu yerda aytilyaptiki, uglerod deyapti. 42 gramm ekan. Berilgan massasini nisbiy atom massasiga bo'lib olasiz. Bunda 3,5 hosil bo'ladi. Keyin vodorod 3 gramm berilgan. 3 ni 1 ga bo'lsak 3 chiqadi. Demak, endi ugleroddan 3,5 ta, vodoroddan 3 ta bo'ladigan bo'lsa, buni ikkilantirish kerak bo'ladi. Ikkilantirgan paytimiz ugleroddan 7 ta, vodoroddan 6 ta hosil bo'ladi. Demak, S7 H6 ekan. Demak, javobimiz S. Bu ham xuddi shunday ketadi. Nisbiy atom massalariga bo'lib turib, ikkilantirib qo'yish kerak bo'lsa ikkilantirasiz, uchlantirish kerak bo'lsa uchlantirasiz. Mana misol uchun 1/4 ni ko'ramiz. Uglerod deyapti 10 gramm ekan. 10 ni 12 ga bo'lasiz. 10 ni 12 ga bo'lsa 0,83. Ya'ni qiynalishingiz mumkin bunday raqamlarda. Shuning uchun bitta ko'rib beryapman. Xo'p, 1 ni 1 ga bo'lasiz. Bunda 1 ni o'zi bo'ladi. Demak, endi shunday songa ko'paytirishingiz kerak. Mana u ham butun holatda, mana u ham butun holatda o'tishi kerak bo'ladi. Xo'p. Variantlarga qarasangiz o'zi 5 talik, 7 talik formulalar mavjud ekan. Demak, haqiqatan ham buni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, buni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 1, buni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 5, buni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 6 ni o'zi bo'lyapti. Demak, S5 H6 holatga o'tyapti. Demak, S5 H6 bo'lsa javob A bo'lyapti. Endi tushunarli bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib qolganlarini ham ishlab qo'yasiz. Xo'p, 2/1 tarkibida 96 gramm uglerod, 16 gramm vodorod va 64 gramm kislorod saqlagan moddaning brutto formulasini aniqlang debdi. Xo'p, uglerod teng 96 taqsim 12 qilamiz. Xo'p, 96 ni 12 ga bo'lsak, demak 8 chiqyapti. Xo'p, kislorod teng. Xo'p, vodorod ekan. 16 ni 1 ga bo'lamiz. 16 ni o'zi bo'ladi. Uglerod, vodorod degan birinchi. Vodorod. Xo'p, keyin kislorod deyapti. Kislorod teng 64 ni 16 ga bo'lamiz. 16 ga bo'lamiz 4 chiqadi. Demak, endi bizda hozir uglerod 8, vodorod 16, kislorod 4 degan formula mavjud emas. Buni hammasini 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, uglerod 2, vodorod 4, O holatga o'tadimi? Ya'ni 4 ga bo'lib yuboryapman. 4 ga bo'lib yuborsam, xuddi shu holatga o'tadi. Xo'p, demak, uglerod 2, vodorod 4, O holat, demak, S javob to'g'ri bo'lyapti 2/1 ga. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. 3/1 tarkibida 36 gramm uglerod, 3 gramm vodorod va 40 gramm kislorod bo'lgan birikmaning brutto formulasini aniqlang deyapti. Uglerod teng 12 ni 36 ni 12 ga bo'lamiz. Bunda 3 chiqadimi? Xo'p, keyin vodorod teng 3 ni 1 ga bo'lamiz. 3 ni o'zi chiqyapti. Xo'p, kislorod teng 40 ni 16 ga bo'lamiz. Teng 40 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsangiz 2,5 chiqyapti. Demak, 3, 2,5 bo'lyapti. Buni butun holatga olib o'tish uchun buni ikkilantirib yuboradigan bo'lsak, buni ikkilantirsak 6, buni ikkilantirsak 6, buni ikkilantirsak 5 holatga o'tadi. Demak, unda ugleroddan 5 6 ta, vodoroddan 6 ta, kisloroddan 5 ta formulaga o'tyapti hozir. Demak, javob B ekan. 4/1. Xo'p. Kalsiy X, brom Y, O, Z tarkibidagi 16 gramm kalsiy tarkibida 16 gramm kalsiy, 64 gramm brom va 1208 gramm kislorod atomlari bo'lsa, birikmaning molyar massasini aniqlang debdi. Demak, boshladik unda. Demak, kalsiy deyapti teng 16 ni
40 ga bo'lamiz. Bundan 0,4 hosil bo'ladi. Hop, keyin brom deyapti. Brom teng. Hop, 64 ni 80 ga bo'lamiz. Bundan 0,8 chiqadimi? Hop. Keyin kislorod deyapti. Kislorod hozir 12,8 ni hop 16 ga bo'lish kerak bo'ladi. Bu ham menimcha 0,8 bo'lsa kerak. 0,8 chiqyapti. Demak, endi bular kichigiga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bu yerda kichigiga bo'lib yuborsak, hop bu kichigiga bo'lib yuborsak, bu bir holatga o'tadi. Ya'ni 0,4 ni 0,4 ga bo'lsa 1, 0,8 ni 0,4 ga bo'lsa 2, hop 0,8 ni 0,4 ga bo'ladigan bo'lsa 2. Demak, kalsiydan bitta, hop bromdan ikkita, kisloroddan ikkita bo'lishi kerak. Demak, unda mana bunday bo'lyapti deb taxmin qilsak bo'ladi. Kalsiy gipobromid desam tushunasiz menimcha. Mana bu holatga o'tyapti. Shu formulani molyar massasi kerak ekan. Bularga 40 plus 2 ko'paygan 80 plus 16. Demak, 96 bo'lyapti. 96 ni 2 ga ko'paytirib 40 qo'shish kerak bo'lyapti ekan. Demak, 232 ekan birikmamiz molyar massasi. Demak, A javobi to'g'ri kelyapti. Hop, xuddi shunaqa qilib topsangiz bo'ladi. 4 ni ham ko'rib berishim mumkin. Demak, mana bu kalsiy deb turib, 16 ni 40 ga bo'lasiz. 0,4 chiqadimi? Hop, keyin brom deb turib, 64 ni 80 ga bo'lasiz. 0,8 chiqadi. Keyin kislorod deb turib, 51 2 ni 16 ga bo'lganingizda 51 2 ni 16 ga bo'lganingizda 3,2 chiqyapti. 3,2. Hammasini 0,4 ga bo'ladigan bo'lsangiz, hammasini 0,4, ya'ni kichigiga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, bu 1, bu 2, bu esa 8 holatga o'tadi. Xo'p, demak, sizda endi formula quyidagicha bo'lyapti ekan, ya'ni kalsiydan bitta bo'lishi kerak, bromdan ikkita bo'lishi kerak, kisloroddan 8 ta bo'lishi kerak. Demak, unda kalsiy brom O4 ni qavsga olib 2 qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni xuddi shunday. Ya'ni ko'rsangiz mana kalsiydan bitta, bromdan ikkita, kisloroddan 8 ta bo'ladi. Endi bu yerda 40 plus 2 ko'paygan 80 plus 64 qilib yuboramiz. Shundan birikmamizning molyar massasi chiqadi. Demak, 80 ga 64 ni qo'shaman, ikkilantiraman, keyin 40 ni qo'shaman. 328 chiqargan birikmamiz molyar massasi. Demak, javob D bo'ladi. Xo'p, 5/1. XO tarkibidagi X ning massa ulushi 60% bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang deyapti. Hop, X ning massa ulushi 60%. Birikmada 100% deydigan bo'lsangiz, X 60% bo'lsa, qolgan 40% kislorodga tegishli bo'ladi. Bu degan 16 si 40% ni tashkil qilsa, qolgan 60 qancha bo'ladi deydigan bo'lsak, 24 chiqadi. 24 chiqsa, bu magniy bo'ladi. Demak, A javob to'g'ri bo'ladi. Bunday savol ko'rgan edik. Mana unda ham xuddi shunday. 32 si 40 ni tashkil qilsa, 60 qancha desangiz, 48 chiqadi. 48 titan bo'lib ketadi. Hop, 6/1. X2O5 tarkibli noma'lum elementning massa ulushi 3 dan 2 qismga teng bo'lsa, X ning molyar massasini aniqlang debdi. Bu yerda hozir kislorod bor ekan 80, keyin 2 ta X bor ekan. Noma'lum elementning massa ulushi 3 dan 2 qismdir. Ya'ni mana bu birikmamiz o'zi 3 qism bo'ladigan bo'lsa, X ga tegishli qismi bu 2 ekan. Demak, kislorodga tegishli qismi necha qoladi? 1 qismi qoladi-da. Kislorodga tegishli qismi bu 1. Mana bu ikkalasi o'zi 3 qism bo'ladigan bo'lsa, X ga tegishli 2 bo'lsa, demak kislorodga tegishli 1 bo'ladi. Endi siz yozib olasiz, 80 kisloroddan 1 qismga to'g'ri kelyapti. Qolgan 2 qismim qanchaga to'g'ri keladi deydigan bo'lsangiz, bizda 160 paydo bo'ladi. 160, bu ikkitasini, ya'ni ikkita X ning massasi bo'ladi. Shuning uchun 160 ni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, 80 X ning molyar massasi bo'ladi. Javob D bo'ladi shunda. Mana misol uchun yana bitta ko'rishimiz mumkin. Mana bu 6/3 ni ko'raylik. Molibdendan 2 ta X3 tarkibidagi noma'lum elementning massa ulushi 3 dan 2 qism bo'lsa, X ning molyar massasini aniqlang. Noma'lum elementning deyapti. Demak, X ning massa ulushi 3 dan 2 qismga tegishli. Qolgan bir qismi molibdenga tegishli. Molibden 2 ta bo'lganligi uchun 192 olib olasiz. 192 bu bir qismga to'g'ri kelyapti.
bir qismiga to'g'ri kelyapti. Qolgan ikki qismi qanchaga to'g'ri keladi deymiz. Shunda hop, demak 2 ga ko'paytirsam 386 chiqyapti. 386 bu 3 ta nimaniki? X niki. Shuning uchun 3 ga bo'lib yuborsam bittasiniki chiqadi. Yo, xato ketdikmi? Boshqatdan nima qilaylik-da. Massa ulushi 3 dan 2 qism bo'lsa, noma'lum elementning massa ulushi 3 dan 2 qism bo'lsa, molibdenga demak 96 ni 2 ga ko'paytirishim kerak. Uni 2 ga ko'paytirib keyin 3 ga bo'lishim kerak. Ha, bo'ldi. 384 degan. Men 386 topdim uni. Demak 380 hop 4 uni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 128 hosil bo'ladi. 128 javob demak C bo'ladi. Hop, 701. Hop, x2 esa 4 dan 3 ta birikmadagi x ning massa ulushi 25% bo'lsa, x ni aniqlang deyapti. Demak, x ning massa ulushi 25% bo'lsa debdi. Mana bu qismni nima qilib olaylik? 96 ni 3 ga ko'paytiramiz. 288 bo'lyapti. 288 birikim, ya'ni mana bu qism 288 bo'lyapti va u birikmaning 75% ni tashkil qilyapti. Qolgan 25 ni x tashkil qilyapti. Demak, yozib olamiz. Buni demak 25 ga ko'paytirib 75 ga bo'lsak, demak, ya'ni 288 ni bo'ladigan bo'lsak 96 chiqyapti. 96 bu ikkita x ning massasi. Shuning uchun 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bitta x ning massasi chiqadi. Demak, bu 48 bo'lyapti. 48 bu titanga to'g'ri keladi. Javob B bo'ladi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. 801 ga o'tamiz. 4 valentli element oksidi tarkibida 40% massa jihatdan kislorod bo'lsa, elementni aniqlang deyapti. Demak, x O 2 hisoblanadi bu yerda. 40% massa jihatdan kislorod. 32 kisloroddan 40% ni tashkil qilyapti. Qolgan 60 qancha bo'ladi deb topadigan bo'lsangiz, 48 chiqadi. 48 bo'lsa bu titan bo'ladi. Demak, javob D bo'ladi. Xo'p, uglerod 2HX tarkibidagi vodorodning massa ulushi 20% bo'lsa, x ning qiymatini aniqlang debdi. Demak, ikkita uglerodingiz bor ekan, 24 bo'ladi. 24 bo'lsa, 24 ta bu 80 bo'lyapti. 20 si qancha deydigan bo'lsak, demak, uni 4 ga bo'lsam 6 chiqyapti. Xo'p, 6 chiqsa, demak, 6 ta vodorod haqida gapirilyapti. Javob C bo'ladi deb olsangiz bo'laveradi. Ya'ni bu yerda uglerod o'zi 80% bo'ladi, chunki 20% vodorod ekan. Birikma o'zi 100% bo'ladigan bo'lsa, 20 si vodorodga, 80 ni uglerodga tegishli bo'lgani uchun xuddi shunday qilib yozib oldim. 11. Nisbiy atom massa x niki so'ralibdi. Demak, avval bizda quyidagicha yozib olingan. Hop, y ning massa ulushi 25% va uning nisbiy atom massasi 64 deyapti. Demak, ikkita y bor ekan. Shuning uchun 64 2 ga ko'paytirsangiz 128 bo'ladi. 128 i birikmada 25% ni tashkil qilyapti. Qolgan 75 i demak x ga tegishli bo'ladi. Demak, 128 ni 75 ga ko'paytirib 25 ga bo'lamiz. Unda 384 chiqyapti. 384 u 3 ta x ning massasi bo'ladi. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, bitta x ning massasi 128 bo'ladi. Demak, x ning massasi 128 bo'lgan. Keyingisida ham xuddi shunaqa qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda y bitta ekan, y bitta bo'lsa, demak 96 bu 20%, 80 qancha desak, bizda 3 ta x ning massasi chiqadi. Demak, buning uchun 96 ni 4 ga ko'paytirish kerak bo'lyapti. 384 yana. 384 3 tasining massasi, shuning uchun 3 ga bo'lib berib 128 olamanmi yana baribir. Demak, javob C bo'lyapti bunda ham. 11.1. Massa jihatdan 24% uglerod, 3% vodorod, 16% kislorod va qolgani ftor bo'lgan birikma formulasini aniqlang debdi. Demak, jam birikma 100 bo'ladigan bo'lsa, 24 uglerod ekan, 3 vodorod ekan, 16 kislorod ekan, qolgan foiz demak ftorga tegishli bo'lyapti. 100 dan ayirib yuboramizda. 100 minus 24 minus 3 minus 16. 57% demak ftorga tegishli bo'lyapti. 57% bu ftor. Hop, nisbiy atom massalarga bo'lib chiqib olamiz. 24 ni 12 ga bo'lamiz. 2 chiqadi. Hop, vodorod teng 3 ni 1 ga bo'lib olamiz. 3 chiqadi. Hop, kislorod
kislorod 16 ni 16 ga bo'lib yuboramiz. 1 chiqadi. Ftor hop 57 ni 19 ga bo'lamiz. 3 chiqarmidi? 3. Xo'p, demak, endi bizda aytish bo'yicha ugleroddan 2 ta ekan. Ya'ni 2 ta uglerod to'g'ri kelyapti, 3 ta vodorod to'g'ri kelyapti, 1 ta kislorod to'g'ri kelyapti, 3 ta ftor to'g'ri kelyapti. Demak, shunday birikma bormi? Demak, bor ekan. Mana javob D bo'ldi. 12/1. 10 gram metal oksidida 2 gram kislorod bo'lsa, metalni aniqlang. Metal oksidi o'zi 10 gram ekan. 10 gram ekan. Ichidagi kislorodning massasi 2 gram ekan. Demak, metalga qancha qoladi? Metalga 8 gram qoladi. Shunday deb tushunib olsangiz bo'laveradi. Endi hop, bu yerda metalning necha valentligi berilmagan. Taxminan 2 valentli qilib ishlab ko'ramiz, chunki variantlarda 2 valentlilar ko'p ekan. Xo'p, demak, shu qanday qilsak bo'ladi? 2 gram kislorod bor bo'lyapti va o'sha payt metalim 8 gram bo'lyapti. Kislorodum 16 bo'lgan payt metalim nechiga to'g'ri keladi deymiz. Hop, unda 8 ni 16 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 64 chiqyapti. 64 bu mis bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Javob D. 13/1. Natriy 2 XO4 birikmadagi X elementining massa ulushi qolgan elementlarning massa ulushi yig'indisidan 2 marta kam bo'lsa, X ni aniqlang debdi. Xo'p, X elementining massa ulushi qolgan elementlarning massa ulushlari yig'indisidan 2 marta kam bo'lsa, X ni aniqlang debdi. Qolgan elementlar deganda natriy va kislorod haqida ketilyapti. Demak, 46 plus 64 ni deyapti, X ga bo'lsang deyapti, 2 chiqadi demoqchi, tushunishim bo'yicha. Endi bu yerda 46 ni 64 ga qo'shsam 110, 110 teng 2x, x teng demak 55 chiqyapti. 55 chiqsa bu marganes bo'ladi deb ishlab qo'yarasiz. Xo'p, endi D mashqda alohida video ko'ramiz.